Assalomu alaykum. Quyma mayatliklarda kechadigan davr keldi akalar. Sizlar bilan boshlaymiz mana. Ketdimi tashlaymiz. Quyma mayatni olish to'xtatamiz akalar. Koreyskiy mayatlik mana. E'tibor beringlar. Buni afzalli tomonlari akalar. Birinchidan u temiri haqiqiy Koreya bo'ladi. O'zidan chiqqanidan yasaymiz. Plus pachiniylari katta bo'ladi. Tepasi ham, pasti ham. Qutulka qoqilgan bo'ladi. Bunga normalniy pul ishlatilgan akalar. Nimaga qimmat zapchastingiz desalar, men narxlar bilan polni tushuntiraman sizlarga. Xo'p akalar, bu quyma mayatning bozorda salafanga o'ralgan, ko'proq Sergeli bozorida hozir juda ham ko'p tarqalgan. 12 dollardan salafanga o'rab qo'yishga sotishyapti. Xo'p, bizning narsamiz, bizning mahsulotimiz. Qo'qonda o'zi 200 ming so'm turadi butuni. 40 ming so'm farq qiladi, 40 ming. Endi sizlarga arzon variantini aytaman. Qayerda bo'lsangiz ham, misol Sergelidan boshqa joydami, eski temir necha olib kelasiz, 150 ming so'm pul berasiz, shuni olib ketaverasiz. 12 dollardan 10 ming arzon tushadi sizlarga. Zato buni qo'yasiz, qayta mayatga qo'ymaysiz. Rullingiz ham o'ta yengil bo'ladi. Xo'p akalar, 12 ta viloyatdagilarga keladigan bo'lsak, sizlarga dastlabkilarimiz ham bor. Pochtadan chiqarib beramiz. Bitta pochtadan buni chiqarib yuboramiz. Eskisini chiqarib yuborasizlar, 150 ming so'm pul to'laysizlar, bo'ldi. Pochta puli qo'shib berasizlar, nech pul olsa ortiqcha pul ketmaydi akalar. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, pastda nomerlar qoldiramiz. Mashinaga yaxshi narsa qo'yinglar, bu odamning hayoti akalar. Jonlang sog' bo'lsin.